Assalomu alaykum do'stlar. Deep Learning mana kursimizda davom ettiramiz. Bu galgi darsda sizlar bilan graf neural networklar haqida gaplashamiz. Sizlarga umumiy tushuncha berib o'taman va graf neural networklar to'g'risida qanday ishlashi va nima uchun kerakligi haqida ma'lumotlar berib o'taman. Shundan keyin bu darsda sizlarda graf neural networklar bo'yicha umumiy bazaviy ma'lumotlar bo'ladi. Birinchi mana bu rasmga qarang. Graflar qanaqa bo'lishi? Graflarda mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni chekka qismlar bir-biriga bog'lovchilar, bular vertices. Edge deyiladi aytguncha. Edge mana bu chiziqlar. Mana bular esa nodlar deyiladi. O'zbekchasi tugun deydi. O'shanaqa. Bular bog'lovchilar. Data struktura bor, data structure. Agar algoritmni data structure o'rgangan bo'lsangiz, shunda graf data structure ham bor. Bunda ma'lumotlar mana shunday bog'langan bo'lishi mumkin. Bunga oddiy misol qilib sotsial set olsak bo'ladi, ya'ni ijtimoiy tarmoqda. Masalan, Facebook bo'lishi mumkin. Facebookda masalan sizni druzyalarıngiz bor, ya'ni o'rtoqlaringiz, friends bo'ladi. O'sha mana shunaqa bir-biri bilan kimlar bilan friends, u do'stlaringiz kimlar bilan do'stlar. Shunday qilib mana shunaqa umumiy bitta graf struktura bo'ladi va har bir grafda bitta odam deb tasavvur qilsangiz bo'ladi va unda o'ziga mos ma'lumotlar bo'ladi. Ya'ni mana shu sizni yoshingiz, to'plagan layklaringiz, postlaringiz, hamma ma'lumotlar masalan mana shu not aniqladi, ifodalaydi. Bu esa boshqa odamlar bilan o'sha ijtimoiy tarmoqdagi boshqa odamlar bilan qanday munosabatda ekanligingizni bildirishi mumkin. Xo'sh, boshlasak bo'ladi. Endi qarang. Rasmlarni analiz qilish uchun biz shu CNNlar, ya'ni convolution neural networklardan foydalanar edik. Matnlar bilan esa transformerlar haqida gaplashdik. Endi esa graf strukturasi bo'yicha nima ishlatsak bo'ladi degan savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Bunga esa graf neural networklarni ishlatamiz. Boya misol qo'yadi, ijtimoiy tarmoqlar masalan, odamlar boyagi nodlar, tugunlar va do'stligi esa boyagi chiziqlar esa qirralari esa anaqa. O'sha bog'lanishni bildiradi. Ya'ni edge'lar. Yoki molekulalarni bilasizlar strukturasini, to'g'rimi? Molekulalarda ham mana qilish mumkin. Mayda atomlar bor. Atomlar masalan shu boyagi nodlar bo'lsa, bog'lanishlar bor. Atomlar bir-bilan bog'lanishlarini esa o'sha boyagi qirralar orqali ifodalash mumkin bo'ladi. Yoki xarita. Xaritada ham shaharlar bo'ladi va shaharlarda bir-biriga bog'liqliklari bor. O'sha ham graf struktura bilan ishlash mumkin. Yoki tavsiya tizimi, recommendation sistemlar bor-ku. Masalan, sizlarga anaqa, masalan, bironta mahsulot tavsiya qiladi yoki videolar, ijtimoiy tarmoqda videolar tavsiya qiladi-ku. O'shalarda asosida nima deydi, asosi graf neural networklardan tashkil topgan bo'ladi asosan. Chunki bunaqa murakkab holatlar uchun bizga CNN transform arxitekturalari ishlamaydi. Aytganimdek, CNNga bizga qat'iy o'lchamli rasm kerak. Ya'ni rasmni o'lchami oldindan aniq bo'lishi kerak, chunki CNNda bilasizlar, qanaqa o'lchamda qabul qilish oldindan belgilanadi. Keyin bizda transformerlar bor. Transformer tokenlar bilan ishlaydi, ya'ni keyingi tokenni taxmin qiladi-da. Grafda esa bizda anaqa bo'lishi mumkin. Mayda aniq bir tuzilma bo'ladi. Ya'ni uzoq grafik, to'liq grafiklar bo'ladi-da, bu tokenlar bo'yicha ishlash qiyin. Iloji yo'q deyolmaymiz, chunki hammasini bir-biriga ishlatsa bo'ladi, lekin anaqa emas, optimal emas yoki yaxshi ishlamaydi, shunaqa holatlar bor-da. Graph neural network bu CNNga o'xshab ketadi. CNN bu umumlashtirilgan versiyasi bo'ladi. Ya'ni xuddi CNNda biz masalan asosiy pikselni analiz qilmoqchi bo'lsak, o'sha piksel atrofidagi qo'shni piksellar orqali qilamizku, analiz qilamiz-ku, to'g'rimi? Umumiy xulosa chiqaramiz. Bu ham xuddi shunday. Qaysidir tugun bo'yicha, ya'ni nod bo'yicha aniqladigan bo'lsa, nima deydi? Bashorat qilmoqchi bo'lsa, u o'shanga bog'langan yondagi qo'shni nodlar, tugunlar orqali ishlaydi. Xo'sh, endi graf neural networklarda graf ikkita qismdan iborat. Ya'ni tugunlardan iborat va qirralardan iborat. Boyagidek. Ya'ni boyagidek mana tugunlar va qirralardan iborat bo'ladi. Tugunni qarang, V bilan belgilab olyapmiz va har bir tugunni umumiy aniqlab vektor qilib olganmiz va qirralarni E bilan, ya'ni edge'larni olganmiz. Masalan, bitta oddiy misol mana 4 ta odam ijtimoiy tarmoq, masalan, bir-biri bilan do'stlar. Qarang, Ali Rustam bilan do'st emas, lekin Ali Vali bilan, Solih bilan do'st bo'lsa, lekin Solih bilan Vali esa Rustam bilan do'st. Demak, ijtimoiy tarmoq Rustamni Aliga yoki Alini Rustamga tavsiya qilishi mumkin. Masalan, mana bu odam senga anaqa deb mayda tanishmi, do'stlashasanmi deb friend suggestion beradi-ku, metoda masalan. O'shanaqa narsa. Facebookda.
Э, Bunda tugunlarimiz bu shu Ali, Vali, Soli, Rustam bo'lsa, qirralari esa masalan mana Ali, Vali, mana Ali, Vali, o'rtasida mana shunday ifodalanadi H. Ali, Soli, keyin esa Vali, Rustam, Soli, Rustam bo'ladi. Endi tugunlarda mana shu nodlar borku, o'sha nodlarda nimalar bo'ladi desak, unda har xil xususiyatlar bo'ladi vektor ko'rinishda. Masalan, A'niki bo'lsa yoshi, daromadi, shahari bo'lishi mumkin. Valida ham shunday ham qiladi. Ya'ni unda o'sha tugunga mos ham xususiyatlar saqlanib turgan bo'ladi. Va har bir tugunda masalan o'lchami mana shu vektor o'lchami bor. Bizda masalan D3 mana 3 ta ustun bo'lgani uchunda. Endi bunda qarasangiz, shunda barcha ustunlar matritsa bo'ladi. Ko'rinishda mana umumiy oladigan bo'lsak, mana 4 ga 3 matrisa bo'ladi. Yani 4 ta qator, 3 ta ustunda. Mana bu ismlarni hisobga olmangda. Faqat mana buni hisobga oling. Xo'sh. Endi qirralarda qandaydir xususiyatlar bo'ladimi desa, bu majburiy narsa emas, ixtiyoriy narsa bo'ladi. Ya'ni qirralar mana bunaqa narsa bo'lishi mumkin. Qaysidirida ko'proq muhimlik bo'lishi mumkin. Xuddi anaqada shaharni xaritasi shahardan shaharga bo'lsa, mana bu shahardan asosiy yo'l bo'lib va yordamchi yo'l bo'lishi mumkin. Shunga ko'pincha asosiy yo'l yaxshiroq bo'lsa, mana buni muhimlik darajasi yuqoriroq bo'lishi mumkin, kamroq bo'lishi mumkin. Shunaqa narsa bo'ladi-da. Xo'sh, qirralarda boyagidek yoki turlari bo'lishi mumkin. Ya'ni boyagidek do'st yoki hamkasb bo'lishi mumkin yoki turmush o'rtog'i, oila a'zolari degan narsalar bor-ku, bitta do'st emas. Mana shunaqa bo'lishi mumkin. Yoki molekulalarda bog'lanishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni yagona bog'lanish mumkin yoki ikki tomonlama bog'lanishlar bo'lishi mumkin. Xaritada boyagi masofa, tezlik chegarasi bor-ku, o'sha narsa ham shu bog'lanishda xususiyatlar sifatida ishlatilishi mumkin. Aytgandek, bu yerda asosan anaqa bugun tugunlar bilan ishlaymiz. Ya'ni node. Ko'pincha node tugun deb aralashtirib ishlatib ketaman, chunki node deb o'rganganman. Lekin masalan o'zbekcha versiyalarni ko'rganimda, o'zbekcha tarjimalarda node degan tugun degan atama ham chiqib qoldi boshqalarda. Shunga tugun deb ketaveraman. Qarang, graf turlari bor. Ya'ni yo'naltirilgan degani bor. Yo'naltirilgan degani mana bu strelkadan iborat bo'ladi. Ya'ni 3 dan 1 ga borish bo'ladi. Mana strelkacha bo'ladi. Xuddi mana bu strelka. Mana bu yerda bo'ladi, lekin 1 dan 3 ga borib bo'lmaydi. 3 dan 1 ga. Xuddi ana follower qiling, endi подписчик deymiz-ku. Подписчикda masalan kimdir 1 ga подписка bo'lgan bo'lsa, masalan 3 dan 1 ga strelka qilib qo'yish mumkin. Lekin 1 dan 3 ga, chunki bu odam bunga подписка bosmagan bo'lsa, faqat strelka bir tomonlama bo'lishi mumkin. Yoki agar ikkalasi bir-biriga подписка bo'lgan bo'lsa, ikki tomonlama strelka bo'ladi. Mana shu narsa. Xuddi yo'naltirilgan. Endi boyagi yo'naltirilmagan undirectda Facebookdagi masalan do'stlik. Mana shunday aniqlanadi. Ikki tomonlama bo'ladi do'stlik, chunki bitta do'stlashganingizdan keyin bilasiz, ikki tomonlama do'st hisoblanadi. Yoki weighted boyagidek. Ya'ni o'sha bog'lanish muhimroq, ya'ni asosiy ko'cha yoki yordamchi ko'cha deganday qilibdi, shunaqa bo'lishi mumkin. Kelsa bu usul bor. Bipartite adashmasam. Ya'ni bu ikki xil turdagi tugunlar bir xil emas. Xuddi mana bu foydalanuvchi bilan mahsulot o'rtasidagi munosabat. Bitta tugunimiz shu foydalanuvchi bo'lsa, bittasi esa mahsulot bo'ladi. Ya'ni ikki xil turdagi bir-biriga emas, teng emas. O'shanaqa bo'lishi mumkin. Ko'rganingizdek, vaziyatga qarab shu GNNda har xilcha turlari bor. Keyingisi endi matematik holatda ko'rib chiqamiz. Aytgandek, bizda agency matrix ko'rinishida ifodalaymiz asosan. Ya'ni tugunlar bir-biriga bog'langanini ko'rsatish uchun. Agency matrix asosan 0 bilan 1 dan iborat bo'ladi. Ya'ni 1 bo'lsa, bu degani A-inchi qator bilan J-inchi ustunda bir-biriga bog'liqlik bor degani. 0 bo'lsa, unda hech qanday bog'liqlik yo'q deganda. Masalan, boyagidek. Qarang, Ali bilan Vali do'st edi. Shunga Ali, mana Vali 1. Vali bilan anaqa. Mana Vali bilan mana Ali ham 1. Ko'rganingizdek, mana qarang, bir xil qaytarilgan. Shunchaki agency matrixda o'shanga qaytariladi. Ya'ni diagonal esa o'ziga o'zi degani. Qarang, diagonal Vali mana Soli Rustam. Demak, bu degani Ali bilan Vali do'st, Vali bilan aniqlanadi. Ali Vali mana do'st bir-biriga, shuning uchun bir-bir qo'yibdi. Bunaqa simmetrik. Mana bu bo'yicha olib borilsa. Bu xuddi shunday qilgan. Mana Ali bilan Soli bo'lsa, mana Soli bilan Ali ham shunday do'st qilib ko'rsatilgan. Mana shu holat shunday ifodalanadi agency matrixda. Diagonallarimiz aytgandek 0 dan iborat, simmetrik, chunki bunday qarasangiz simmetrik ko'rinishda.
Chunki boyagidek yo'naltirilmagan undirected bo'lyapti. Yo'naltirilgan grafda simmetriya bo'lmaydi. Shu narsani eslab qolingsizlar. Chunki hali valiga anaqa подписчигida bo'lsa, ya'ni follower bo'ladigan bo'lsa, lekin vali aliniki bo'lmasa, shunda vali alamay bir nol bo'lib qoladida. Shunda simmetrik bo'lmaydi. Shunisi bor. Endi self loop degan narsa bor. Ya'ni anaqa bunda o'ziga o'zimda hech qayerdan o'ziga o'zi ulangan ham bo'ladi. Qandaydir bormikan bironta misol? Ha, mana. Mana qara self loop. Ko'ryapsizmi? O'ziga o'zi chiqqan ham bo'ladi. Bu yerda qarang weighted, ya'ni mana muhimlik darajasi bor. Ko'ryapsizmi? Mana weighted, shu weighted bo'ladida. Ya'ni muhimlik darajasi bor. Faqat 1 noldan iborat emas, endi sonlardan iborat. Masalan, xaritada mana shunaqa bo'ladida, shu xarita eng qisqa, masalan, bu uzoq masofa uzoqligi bo'ladigan bo'lsa, eng qisqa yo'lni topishga harakat qiladi. Xarita masalan Yandexda a, taksi chaqirsangiz, eng yaqin yo'lni ko'rsatadi yoki anaqa tirbandlik ham narsa hisobga oladiki, mana shu yerda shunaqa xususiyatlar borda, edgelarda tirbandligi, yo'lni uzoq yaqinligi, shunga qarab ob-havo sharoiti, hamma narsa hisobga olingan bo'ladida. Shuning uchun mana bular o'zgaruvchan bo'ladi xaritada. Shu orqali bu anaqa algoritm ishlatadi xarita uchun. Ya'ni A-star algoritm bo'lsa gamatcha, A-starmi shunaqa yoki Dijkstrami shunaqa algoritm ishlatishadi. Yoki undan ham boshqalarini ishlatish mumkin. Ya'ni eng qisqa manzilni yo'lni topish kerak. Masalan, B nuqtadan masalan B nuqtadan C nuqtagacha bo'lgan eng qisqa yo'lni topish kerak bo'ladi. Bunda eng qisqasi hozirgi vaziyatda 3-2 da mana shu. Boshqalarga nisbatan. Chunki ko'rgazlik 3-2-5, ya'ni qisqaroq yo'l bo'lgani uchun. Xuddi shu holatda ishlaydi. Self loop degani bu anaqa. Boyagi diagonalda bor-ku. Diagonalda biz birga tenglashtiramiz, ya'ni o'ziga o'zini tenglashtirib qo'yamiz. Bu degani anaqada, xuddi o'zi o'ziga ham bog'liq degan ma'noni beradi. Buni maqsadi o'sha tugun o'zini xususiyatlarini saqlab qolishi uchun. Genida bitta narsa bor. Xususiyatlar, nodlar boshqa yondagi qo'shimcha nodlarni xususiyatlariga qarab o'zgarib boradida xususiyat. Lekin bizda original xususiyatni ham saqlab qolishimiz kerak. Shuning uchun ham o'ziga o'zi, ya'ni self loopni ham qo'shamiz. Bu mana oddiygina mana identity matrix bo'ladi. O'sha qo'shiladi. Keyin degree matrix bor. Degree deganimiz bu darajasi, ya'ni qo'shinlarning soni. Xuddi bunday. Masalan, aniq qo'shinlar qaysi? Nechta soni? Mana B bor ekan, D bor ekan, C bor ekan. Demak, 3 ta qo'shinsa degreemiz demak 3 ga teng. Enikini ko'ramiz. Enikini D bilan C bor xolos qo'shnisi. Ularga bog'langanda shunga 2 ekan. Mana shu narsa degree. Shunda boyagidek A'ning ikkita do'sti bor edi, Valning hammasi ikkitadan do'sti bor edi. Bilsalaringiz, anaqa tepadagi grafikda qarasak, qaniydi? Mana Vali soni hammasi qaraman ikkita. Ikkitadan do'sti iborat. Shuning uchun ham degreemiz hammasi 2 bo'lyapti. Degree matrixda bunaqa diagonalga qo'yiladi, chunki o'ziga o'zi-ku. Shuning uchun anaqa o'zini xususiyatini saqlab qolish uchun, ya'ni A'ni nechta qo'shnisi bor hammasi mana shunaqa diagonal matrisaga qo'yiladi. Bu sababi anaqa normalizatsiya qilish uchun, normalizatsiya bo'lish uchun asosan. Chunki kimdir 1000 ta do'sti bo'lishi mumkin, kimnidir 2 ta do'sti bo'lishi mumkin. Bir-biridan lekin anaqa xususiyatlar agar 1000 ta do'sti bo'lganida muhimlik darajasi oshib ketib qolishi mumkin-da. U narsa noto'g'ri hisoblanadi tarmoqlarda. Sababi 1000 ta odamnikini ham, 2 ta odamni ham baribir anaqa unga mahsulot tavsiya qilmoqchi bo'ladimi yoki do'stlar tavsiya qilmoqchi bo'ladimi? O'shanda bir xil munosabatda qilish kerak, ko'rish kerakda graph neural network. Shuning uchun ham normalizatsiya uchun mana shunday holatda ishlatamiz, ya'ni diagonal matrica ishlatamiz. Xo'sh, message passingga keldik. Bu JNNda asos hisoblanadi. Eng asosiy ishlaydigan xususiyati. Ya'ni ma'lumotlarni bir-biriga aniqladi. Bir-biriga jo'natishdan iborat bo'ladi. 3 ta etapi bor. Birinchisi message, ya'ni xabar yaratish. Ya'ni har bir shu boyagi nodlar bor-ku, o'sha qo'shinlarga, o'zini yonidagi qo'shinlarga jo'natadi, xabar jo'natadi. Keyin aggregate bor, yig'ish bor. Ya'ni masalan, mani qo'shnimdagi boyagi, masalan, Ali bo'lsa, Vali menga ma'lumotni jo'natdi-ku, o'sha olgan ma'lumotlarim bilan o'zimning ma'lumotimni aniqlaman. Unda boshqa, ya'ni Vali soli borda, o'shalarning olgan ma'lumotlarini aniqlamanda, birga qo'shib aniqlaman. Umumiylashtirib ma'lumotlarni. Keyin esa update bor, ya'ni o'zimning xususiyatlarimni shunga qarab yangilab boraman.
xuddi ananga o'xshaydi. Mana xabar. Qarang, validan, mana vali xabar jo'natibdi aliga. Ali shuni oladida nima qiladi? Vali bilan Solini xabarlarini olib, birga birlashtiradi va Alini xabari yangilanadi. Xuddi bundayda sizga bitta mavzuni tushuntirishmoqchi. O'rtog'ingiz nima qiladi? E, O'rtog'ingiz sizga mavzuni tushuntirib beradi. Siz ma'lumot oldingiz, keyin ikkinchi o'rtog'ingizga borasiz. Ikkinchi o'rtog'ingiz ham tushuntirib beradi. Ikkalasi ikki xil tushuntiradi-yu, shunga siz endi o'sha ikkalasidan olgan ma'lumotlaringizni bir xil mavzu tushuntirgan, shunga umumiylashtirishga harakat qilasiz. Ma'lumot keyin yangilanadi. Ikkalasini o'rtasidagi anaqa ma'lumotni bir-biriga qo'shib, ya'ni o'xshash ma'lumotlarni o'xshatirasiz. Yangi ma'lumot bo'lsa, qo'shimcha bir-birini to'ldirib boradi-da. O'shanda umumiy ma'lumotga ega bo'lasiz va sizda yangi bilim paydo bo'ladi. To'g'rimi? Mana shu narsa. Hozirgi message passingimiz mana shu. Misol, misol уже aytib bo'ldim. Mayli, anaqa qilsa bo'ladi. Boya gap tarqalishida kimgadir boshqa gap aytadi, boshqasi boshqa gap aytadi. Anaqa qilinadi. Mish-mish deydimi? Mish-mish tarqalishi oddiy misolda. Endi qarang, xuddi ana mish-mishda Ali xabardan shu Vali bilan Soliga yetkazib bersa, shunda Ali bilgan ma'lumot endi 3 ta odam o'xshay biladi, to'g'rimi? Endi esa Vali shu xabarni Rustamga aytadi, keyin Soli ham Rustamga aytadi. Endi hamma biladi, to'g'rimi? Mana shu narsa. Xo'sh, shuning uchun JNNda agar K marta, ya'ni K miqdorida anaqa message passing bo'lsa, bu degani anaqa o'sha har bir tugunimiz bor-ku, nodimiz o'sha K uzoqlikdagi qo'shnilarga yetkazdi deganda. Bu degani masalan K 2 bo'ladigan bo'lsa, A bu yoqqa jo'natadi, D esa C ga jo'natishi mumkin, B ga jo'natishi mumkin, E ga jo'natishi mumkin. Shunda 2 marta tarqagan bo'ladi. Chunki mana bundan ikkita uzoqlikdagi qo'shinga tarqayapti-da bu yoqdan. Bu bunga jo'natsa, bu ham bunga jo'natadi, bunga ham jo'natadi. Shunda hamma ma'lumotlar 2 martadan tarqayapti. Shu K marta degani shu hozir 2 marta message passing bo'ldi deganda. Mana shu. Endi matematik holatdan ko'radigan bo'lsak, mana bu hamma qo'shnilarni ma'lumotlari общий agregatsiya qilamiz va bu o'zimizni ma'lumotimiz, shuni o'zimiz ma'lumotni o'sha общий qo'shilgan ma'lumotlar bo'yicha yangilaymiz. Keyin va o'zimizda yangi ma'lumot paydo bo'ladi. Mana shu narsa. Elchimiz shu o'zimizdagi xususiyatlarda. Bu qo'shnilar hamma xususiyatlarini olamiz va umumiylashtiramiz, keyin esa o'zimizga yangilaymiz. Mana shu. Oddiy misol ko'rishimiz mumkin. Endi matematik jihatdan mana bu narsa bunga teng. Boyagidek mana qo'shnilar hammasini yig'indisi plyus anaqa qilamiz. O'zimizniki, o'zimizni ishga originalimiz, o'shani keyin weightimiz bor, ya'ni modelimizni o'sha xususiyatlar qiymatlariga ko'paytiramiz va bu aktivatsiya funksiya. Aktivatsiya funksiya orqali keyin chiqaramiz xususiyatlarni. Bilasizlarki, aktivatsiyani nima uchun ishlatyapmiz? Model weights bilasizlar. Mana shu model weights kiradi. Ya'ni o'zi plyus qo'shnilar yig'indisi bilan общий. Keyin linear transform, ya'ni matrica bilan oddiy shu model weights bilan ko'paytiramiz va aktivatsiya relu yoki silu. Endi oddiy misol ko'ramiz. 2 da ko'ramiz. 2 da mana bunaqa ma'lumotimiz bor, xususiyatlarda endi qandaydir xususiyatlar. 1-0 ya'ni 2 ustunlik xususiyatimiz bor har bir odamda. Endi Ali birinchi anaqa message passing qiladi. Vali bilan Solih qo'shnilarning yig'indisini topamiz. Ali uchun, ya'ni Aliga jo'natishyapti. Ya'ni qarang, Vali bilan Solihga 0 u 1 ga 1 u 1 ni qo'shamiz va 1 u 2 chiqdi mana ko'rganingizdek. Va o'zinikini qo'shadi. Mana 1 u 0 ga mana chiqqan natijani qo'shadi. Mana общий 2-2 bo'ldimi? Endi masalan tasavvur qiling, mana bunaqa nimamiz bor. Weightimiz bor. Shuni endi weightga ko'paytiradigan bo'lsak, matrisa ko'paytirish mana bu qiymatga bo'ladi. Aktivatsiyadan keyin bu chiqyapti. Masalan, relu bo'lsa, bilasizlar, raqam musbat bo'lsa chiqaveradi. Xo'sh, bu degani Alni endi xususiyatlari oldin mana bunaqa edi-yu, 1 0 edi, endi 1 1 bo'ldi. Ya'ni xususiyatlari yangilandi. Ko'rganingizdek. Endi graf convolutionlar bo'yicha gaplashamiz. CNNni qanday ishlashini bilasizlar, to'g'rimi? CNNda filtr bo'ladi-da. Filtr shu anaqa. Rasmlarda nechadir qadam bo'yicha piksellarni hisoblab, keyin pastga tushadi deb hisoblab, anaqa skaner qilib chiqardi. Va mana bunday. Masalan, mana bu pikselni ko'rish uchun atrofdagi piksellarni ham hisobga olardi-ku. Receptive field degan narsalar bor. Eslaringizda bo'lsa, CNN bo'yicha o'rganganmiz. Receptive field, agar eslaringizda bo'lmasa, receptive fieldni ko'rib chiqingsizlar, chunki CNNda aktivitasi yasashda receptive fieldni hisob-kitob asosida yasash kerak bo'ladi.
Xuddi bu ham shunday. Ya'ni hozir joriy tugun bo'lsa, ya'ni joriy nodamiz plyus qo'shnilar va umumiy darajaga bo'lyapmiz. Ya'ni 2 ga bo'lyapmiz. Boyagi hammasi 2 edi-ku, shuning uchun mana 1/2 deb oldikda. Chunki ana ko'paytiriladi-da. Ko'paytirganimizda, chunki bo'lyapmiz-ku bu yerda. 2 ga bo'lishimiz uchun buni 1/, ya'ni teskari qilib olyapmiz-da. 1/2 qilib olyapmiz. Shuning uchun keyin bemalol ko'paytirsak bo'ladi 1/2 ga bo'lish qilib o'tirganchada ko'paytirish qilinadi. Mana shu narsa ko'rganlaringizdek. Bir-biri bilan juda o'xshash. Xuddi bu ham, mana bu ham atrofda qo'shnilarga asoslanib qilinyapti. Bu ham atrofda qo'shnilarga asoslanib bajariladi. Darajaga bo'lishimizni sababini aytdim. Masalan, 1000 ta do'stingiz bo'lsin, darajaga bo'lmasak, 1000 ta do'stingizni yig'indisi juda kattalashib ketadi. Слишком kattalashib ketadi. Uni biz shunga jarima berib, anaqa nazorat ostida ushlashimiz kerak. Shuning uchun normalizatsiya qilyapmiz. Ya'ni nima qilamiz, kichaytirishimiz kerak. Darajaga bo'lamiz shuning uchun. Xo'sh, Graph Convolution Network'ni formulasi mana bunaqadan iborat. Ko'rinish juda qiyindek ko'rinadi, lekin uncha murakkab emas. Birinchisi, mana bu A'imiz, mana bu A, tepasida shapkachasi bor. A hat deymiz. Bu self loop bo'ladi. Ya'ni boyagi self loop tushuntirdim-ku o'sha narsa. Bu degani bu nima qilinadi? Bu har bir tugun plyus o'zini qo'shnilar bilan birga bo'ladi. Bunisi esa linear transformation boyagi. Yana bir H bilasizlar allaqayda. Общий hamma vektor xususiyatlarida. O'shani linear transform qilyapmiz. Ya'ni har bir tugunni o'zining xususiyatlarini yangi o'lchamga, ya'ni modelga aniq qo'yapmiz. Xuddi senida filtrda, mana filtr. O'shani xususiyatlarini ko'paytirib, boyagidek filtrlab olyapmiz. Mana shu narsa. Endi esa bunga qilib, bu message passing ga kiradi. Buni mana bunga ko'paytirishimiz. Message passing. Ya'ni bu agregatsiya qilinyapti. Ya'ni ma'lumotlarni yangilab olish uchun ishlatilyapti mana shunday. Endi bu misolni qarang mana. 1 bo'lsa, bu degani anaqa o'zi, vali, soli va mana Rustam emas. Mana aldi qatorida, boyagi tepada ko'rganimiz bor edi-yu, qaysi edi? Mana 1 aldi qatori. Qaysi bilan do'st emasligida endi. O'sha narsa edi. Shunda endi h ning ya'ni alni qatoriga ko'paytiriladi. Ya'ni mana h ali plyus vali mana plyus sol. Mana shu narsa boyagi mana buda h ko'paytmamiz. Mana bu yerdagi. Bu ham xuddi boyagidagi tepadagi narsa bilan bir xil. Просто formula anaqa sizlarga chakashday ko'rinishi mumkin-da. Mana shu narsa. Mana bu esa normalizatsiya. Boyagidek anaqa bitta yoki 1000 ta do'st bo'ladi, shuning uchun normalizatsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Mana hozir tushuntirganda 1000 ta do'st bo'lishi, 10 ta do'st bo'lishi mumkin. Agar 1000 ta do'stli odam yig'indisini qursa juda katta qiymat bo'lib ketadi. To'g'rimi? Anaqa qilsangiz, agregatsiya qilganimizda. 10 tani kelsa kichik oson bo'ladi. Endi ikkalasini ham bir xil oraliqqa tashlashimiz kerak-da, anaqa kichikroq son qilib olishimiz kerak. Normalizatsiya qilib olishimiz kerak. Nima qilamiz? Shunda darajaga bo'lamiz albatta. Degree, ya'ni nechta do'stlaringiz bo'lsa, shuncha darajaga bo'linadi. Bizda 2 xil variant bo'ladi. Masalan, 1000 o'rtacha agregatsiya bor. Ya'ni общий qo'shnilarning soniga bo'lish bor. Simmetriya agregatsiya bor. Ya'ni o'sha sizni tuguningizdan, mana shu boy joriy tugundan o'sha qo'shni tugungacha bo'lgan anaqalar, nima deydi, qo'shni tugunlarda darajalarini ko'paytmasdan ildiz ostiga olingani. Bu xuddi boyagi ikkita nodni orasidagi weightda, xuddi mana bunaqa narsa. Ikki weight o'rtasidagi weight. Masalan, buni sizda tasavvur qiling, sizda anaqa bor. 3 ta do'st bor. Bu do'stingizniki 1000 ta do'sti bor-da. Endi buni ma'lumotni bunga qo'shamiz-ku, shunga juda kattalashib ketadi. Chunki bunda ham 3 ta bor, bunda 1000 ta bor. Endi ikkalasini normalizatsiya qilib olishimiz kerak. Nima qilamiz? Shunda buni 3 ni olamiz va buni 1000 ni olamizda ko'paytirib ildiz ostidan chiqarib olyapmiz. Mana bunday. Bu endi matematik jihatdan isbotlangan. Endi sizga isbotini ko'rsatib o'tiraman, nima uchun aynan bunday qilinganini. Bizda mana bu eng yaxshi yechim, mana o'rtachadan ko'ra. Chunki agar o'rtacha oladigan bo'lsak, mana joriy tugunni faqat o'rtacha olinadi mana bu. Ya'ni nechta bo'lsa 3 ta deb olinyapti-ku, lekin mana 1000 ta o'rtog'i bor edi, shunga 1000 ta bo'lish katta son bo'lib ketadi-da. O'shaning uchun nima qilinadi? Joriy tugunni darajasi va o'sha qo'shnini darajasi olinadi. Tushundingizmi? Qo'shnini darajasiga mana buni oldi. Keyingi safar bunikini ham, chunki aga jo'natyapsiz uchalasidan, shunga mana bunikini ham olinadi, sinikini ham olib, mana shunday hisob-kitob qilinadi mana. Keyin esa umumiy yechim hisoblanadi.
Mana shu narsa hisoblangan. Bu anaqada boyagi mana bu tepadagi matrica bordi-yu. Mana bu ko'paydi. Mana shu amal normalizatsiya qiladi. Mana shu foyda, mana shu narsani qilib beradi. Nima deydi? Qilib beradi. Mana shu ifodalaydi-da, shu boyagi formuladagi. Endi buni o'rniga boyagidek qo'yaveradigan bo'lsak-da, mana formulani tepaga qo'yadigan bo'lsak, bizda mana bu narsa paydo bo'ladi. Mana shu modelimizda ichki qiymatlari, mana bu model weights va mana bu qiymat, ya'ni vektor, xususiyatlar darajaga bo'lish. Mana shu narsa. Mana yerda kichik xato ketibdi. Anaqa manimcha anaqa qilinmabdi-da. Parse qilolmabdi. Shunga noto'g'ri ko'rib qolibdi. Keling, shuni shu yerda to'g'rilab ketay. Bo'lmasa esimizdan chiqib ketib qolishi mumkin. Hozir mana bu yerda edi. Bascal degan anaqani latex formatda o'qimayapti. Shunga hamma latex formatni support qilmay qo'yibdi. Okay, mana paydo bo'ldi. Yaxshi, bu qo'shinlar. Qo'shin tugunlar degan. Xo'sh, endi mana qisqacha qilib yozib qo'ydim sizlarga. Ya'ni tugun, joriy tugun, mana shu hozirgi masalan bitta tugunni olsak, A tugun deylik. Mana bu A tugun. O'shani xususiyatlari bu qo'shinlari plyus o'zining normallashgan yig'indisiga, mana normallashgan yig'indisi, mana normallashgan degan mana bo'lingan demoqchida. Mana shu yig'indisi ga linear transformatsiya, ya'ni modelda weights ko'paytiryapmiz. Modelda o'zining ichki parametri ko'paytiriladi-ku, o'sha narsa qilyapmiz va aktivatsiya funksiya. Mana shu narsa, ko'rdingizmi? Unchalik murakkab narsa emas. Mana shunaqa xususiyatlar qilinadi. Endi oddiy misol ko'ramiz. Boyagi grafikimiz bor. Adjacency matriximiz bordi-ku. Mana shu narsa alif va soldagi. Bu yerda degreemiz 3 ga teng. Chunki self loopdan qo'shyapmiz. Ya'ni har bir o'zi plyus ikkita qo'shnisini qo'shib, shuning uchun 3 tadan bo'lyapti. Shuning uchun degreemiz mana boyagidek ildizni 3 ga teng normalizatsiya qilib oldik. Mana bu boyagidan qilib oldik. Da minus 1 taqsim 2 ku. Minus 1 taqsim 2 degani minus degan darajasi 1 taqsim beradi. 1 taqsim 2 bo'lgani uchun darajasidan ildizi 3 beradi mana. Normalizatsiya qilishimiz kerak. Xuddi mana shuni bajaramiz. Matematik amal qilsak, shunda mana bu natijaga erishamiz. Mana bu amalni bajaryapmiz xolos. Boyagi mana buni ko'paytiramiz. Boyagi narsa yana boyagi buni ko'paytiramiz yana shuni. Shuni hisobiga mana bunday natijaga erishamiz. Endi Alni yangi xususiyatlarini olishimiz kerak. Alni yangi xususiyatlari shunda mana 1 taqsim 3. Bitta mana Al birinchi qator-ku, 1 taqsim 3 ga mana bu Alni xususiyati plyus anaqa Vali sog'lom edi. Shunaqa edi. Rustam nol. Shuning uchun kerak emas. Va o'sha natijaga erishdik. Ko'rdingizmi? Linear transform aktivatsiyani shu mana shundan keyin qo'llanadi-da. Bu aggregate qilib oldik xolos. Bu faqatgina mana qism hisoblanadi. Endi modelda weightlarni ko'paytirish plyus aktivatsiya bundan keyin bajariladigan anaqa nima deydi holat. Boyagi aytgandek, bu nima uchun kerak desa, normalizatsiyalar boyagi mashhur odam, masalan, juda mashhur odam bo'lsin, uni juda ko'p do'stlari bo'ladi, tarmoqda millionlab bo'ladi. Oddiy odam bo'lsa, necha 100 ta bo'lishi mumkin, 200 ta, 1000 ta bo'lishi mumkin. Endi model anaqa tarmoqda to'g'ri videolar tavsiya qilishi yoki to'g'ri odamlar tavsiya qilishi uchun ikkalasi ham adolatli bo'lishi kerak. Chunki agar borku, masalan, millionta podpisчиgi bor odamga ko'p narsalar tavsiya qilib, bir narsa ijtimoiy tarmoq faqat unga e'tibor beraversa, unda bu yoqda boshqa odamlar qolib ketadi-da, foydalanuvchilar уже kamayib ketadi. Ya'ni bu ijtimoiy tarmoqda biznes uchun yomon narsa. Ya'ni mashhur odamni ham ushlab qolish kerak. Oddiy odamni ham ushlab qolish kerak. O'sha tarmoqda ushlab qolish kerak-da, tarmoqda foydalanishga nima deydi, undab turish kerak. Buni esa faqatgina shu orqali, ya'ni boyagi mana shu normalizatsiya qilish orqali bajariladi. Shunda ikkala ham mashhur odam ham, oddiy odam ham bitta joyga tushib qoladi-da, bir xil bo'lib qoladi, darajasi bir xil bo'ladi. Endi JNNning qatlamlari biz depth deymiz, ya'ni chuqurlik qatlam bo'lib ketadi, ichma-ich kirib ketishi. Boyagidek masalan, Adamda ekranimizda deganimda ichma-ich kiryapti deganda, o'sha Adam boshlaydigan bo'lsak, xuddi shunaqa narsa. Birinchi qatlam bu shunchaki qo'shnilaringiz. Mana Alimi va bilan soladi. Ikkinchi qatlam esa bu qo'shnilaringizning qo'shnilarida. Mana Rustam bo'ladi, to'g'rimi? Key qatlam degani endi shu key miqdorda, ya'ni keyta qo'shni shu key uzoqlikdagi deganda.
bitta uzoqlikda mana bitta uzoq, ikkita uzoqlikda desa mana ikkita uzoq bo'ldi. Endi k miqdorda uzoqlikda degan mana shunday k miqdorda chuqur kirib ketadi. Mana shunday bo'ladida. Xo'sh, endi nechta qatlam bo'lishi kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Masalan, ResNetda 100 tadan ortiq qatlam bor. Shuning uchun ham nima deydi, zo'r ishlaydi, rasmni aniq yaxshi tushunadi. JNNda esa odatda 2 ta 3 ta qatlam yetarli. Ya'ni agar judayam ko'proq qatlam qursangiz, mana bu har birini o'rtachasi olinyapti-ku, agregatsiya qilyapmiz-ku. Agregatsiya qilaversa, anaqa aniqib ketadi. Demakda hammasini o'rtacha qiymati bir xil bo'lib qoladi. Ya'ni hammada bir xil mana shunaqa qiymat bo'lib qolishi mumkin. Chunki anavi ichma-ich bir-biridan har biridan ma'lumot olib anaqa qilyapsiz-ku. Shunga hamma ma'lumotni o'rtachasi qilib ketaversangiz, bir-biridan hamma ma'lumotlar bir-biriga ulashib tashlaganda, shuni hisobiga hammada ma'lumotlar umumiy butun tizimda yangilanib ketadi hamma ma'lumot. Ya'ni siz taniydigan odamni borki, juda uzoqdagi anaqa tugun dediğimiz nodni ham sizga qo'shib yuborib o'rtachadan olib tashlagan, shuning uchun ham hammasida bir xil qiymat bo'lib qoladi. Bu narsa esa bizga kerak emas, chunki hammada bir xil qiymat bo'lishi mumkin emasda. Chunki hamma o'zini asosiy xususiyatlarini, qo'shinlarini xususiyatlari bilan o'zini xususiyatlarini saqlab qolishi kerak. Shuning uchun nima qilamiz? JNNda qatlamlarni kuchaytiramiz. Ya'ni 2-3 qatlam yetadi. Bo'lganda smoothing degan silliq qilib tashlaydi. Ya'ni qiymatlar bir-biriga shunaqangi yaqin bo'lib ketadiki, ajratilmay qoladi. Tizim nima tavsiya qilishni bilmay qoladi. Masalan, hammaga tavsiya qilib qo'yadi. Masalan, siz nima deymiz? Moshina deylik. Sizda moshinangiz bor, lekin tinmasdan moshinani reklamasi chiqib kelaveradi sizga. Chunki слишком obur smoothing qilib yuboradida. Ya'ni sizni atrofdagilaringizni va uni atrofdagilari, ya'ni ichkarisidagi atrofdagilar key qatlamdagi odamlar hammasini o'rtachasini olib sizga e'lon qiladi, sizniki yangilaydi, ularniki shuni yangilaydi. Shuni hisobiga hammada bir xil qiymat. Bu degan hammaga o'sha mashina kerak ekan, mashinaga qiziqarkan, mashina olmoqchi ekan deb tizim shuni tavsiya qila boshlaydi. Hammaga shu mashinani tavsiya qila boshlaydi. Lekin hayotda esa aslo unaqa emas. Mana boshida bir o'yladi, ikkinchi qatlamdan keyin mana anaqa qiladi. Ikki qatlamdan keyin mana shunaqa qiymatlar yangilanib bir-biridan olindida 10 ta qatlamdan keyin mana qarang, hammasi bir xil natija bo'lib qoldi. Ko'rdingizmi? Bu bizga kerak emas. Chunki hamma bir xil emas. Hammani o'zining shaxsiy xususiyati bor, o'zining shaxsiy nima deydi, qarashlari, xohishlari bor. Mana shu narsani hisobga olish uchun biz nima qilamiz? JNNda qatlamlar sonini kamaytirishimiz kerak. Boyagidek ko'p marta o'rtacha olish bu barcha qiymatlarni bir xil markazga yaqinlashtirib tashlaydi. Shu narsa. Bizda esa nima qilamiz? Skip connection qilamiz. Ya'ni qaysi qatlamlarni o'tkazib yuborishimiz kerak. Xuddi ResNetga o'xshab, keyin esa attention bor. Attention borda-ku anaqa. Bizda GAT deymiz, ya'ni graph attention. Bu anaqa. Keyingi darslarda tushuntirishga harakat qilaman, agar anaqa vaqtimiz bo'lganda. Bu narsa attentionni arxitekturasini oladi. Yoki faqat 2-3 qatlamni ishlatish bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Boshqa arxitekturalardan ham olish mumkin. Hamma arxitektura bir-biridan kerakli ma'lumotlar olsa bo'ladi, kerakli xususiyatlarda. Attention bilasizlar, tekstni boshidagi va oxiridagini bir-biriga bog'liqligi o'lchaydi. Mana shu narsa kerak bo'lib qolishi mumkin. Chunki bir-biriga mos odamlarni atrofi, krugi alohida ajralib qolgan bo'lishi mumkin-da. O'shani hisobga olish kerak. Xo'sh, CNN nima uchun ishlaydi degan savol tug'ilishi mumkin. Bilasizlar, CNN Translation Invariant, ya'ni obyekt rasmni qayerga surib qo'yishni qat'iy nazardan obyektni baribir taniydi. CNN esa permutation invariant, ya'ni tugunlar joyini almashtirib qo'ysangiz ham baribir shu tugunlarni tartibi muhim emas. Baribir bir xil qiymat chiqarib beradi, bir xil xususiyatlarni qilib beradi. Bu eng asosiy xususiyatlardan biri o'zi shu JNNni. Ya'ni anaqada o'sha qaysi tugun nima xohlayapti, o'sha narsani bilish kerak. Lekin agar tugunlar joyini almashtirib qo'ysangiz yoki tartibini o'zgartirib qo'ysangiz, anaqa nima deydi, qiymat o'zgarib ketsa, bu bizga kerak emas. Bu anaqa bizga xususiyatlarga e'tibor beradigani kerak. Shuning uchun JNN mana shunda doim bir xil natija beradi. CNNda bilasiz, anaqa rasmni o'lchovi aniq belgilangan bo'lishi kerak. Yoki transformerda ham aytgandek, tokenlar soni aniq bo'lishi kerak. JNNda esa istalgan o'lchamda bo'lishi mumkin. Ya'ni grafik juda katta, kichkina bo'lishi mumkin, ulkan, mana bunaqa bo'lishi mumkin. Hammasi bilan ishlayveradi. Buni bilasizlar, endi ijtimoiy tarmoqda millionlab foydalanuvchi bor, millionlab foydalanuvchi degan juda katta tarmoq bo'ladi, graf bo'ladi. O'sha narsa bilan bemalol ishlaydi. Keyingisi induktiv biasligi. Induktiv biaslarni oldin tushuntirganim sizlarga. Ya'ni qo'shni tugunlar bir-biriga qanday ta'sir qilishi haqida oldindan biladi JNN.
va global tuzilishni asta-sekin o'rganib boradi. Ya'ni keng qatlamda, keng uzoqlikda qilib polniy grafikni umumiylashtirish olish qobiliyati bor va permutation invariance, ya'ni unga tartib muhimmasligini oldindan biladi. Mana shu xususiyatlarni oldindan bilgani uchun bizda bemalol ishlatsak bo'ladi. Bu esa graf shaklidagi shu ma'lumotlar uchun eng ideal holat hisoblanadi. Shuning uchun biz GNNni ishlatamiz. GNN amalda turli usulda ishlatiladi. Masalan, AlphaFold eshitgansizlar. AlphaFold ya'ni anaqa qilinardi. Molekula bo'yicha, ya'ni proteinni strukturasini bashorat qilardi. Juda mashhur bo'lib ketdi. Google's DeepMind kompaniyasi anaqa qilib chiqdi. Ishlab chiqdi. Birdaniga oldin 30%, 50% bo'lib turardi. Hozir birdan 90%gacha chiqadi. Ishdan aniqlikda. Recommendation sistemlar bor. Ya'ni sizlarga tavsiya qilish. Instagram masalan, har xilcha reelslar tavsiya qiladi. Mana shu narsa ham graf neural networklar ishlatadi. Trafik bashorat, ya'ni boya Google Maps, Yandex xarita, qayerdan to'g'ri yurish kerak, doim o'zgaradi, bir xil yo'l tanlamaydi. Mana shu narsa ham bor. Yoki ijtimoiy tarmoqlarda shu do'stlar, kimlardan qilish yoki spam detection, mana har xilcha anaqalar, tavsiyalar hammasi shunaqa bo'yicha ishlaydi. Graf neural networklar bo'yicha ishlaydi. Yoki knowledge base bor, ya'ni bilim graflari, ya'ni boyagidek Google Knowledge Graph bor, Wikipedia bor, ya'ni bir-birida ma'lumotlar bir-biriga bog'lanishni o'rganib chiqadi. Mana shu narsa. Xo'sh, aytib o'tgandek, JNNda turli xil vazifalar bor. Asosan 3 xil, ya'ni node levelda bo'lishi mumkin, ya'ni nodlarni bashorat qilish mumkin. Yoki edge level bo'lishi mumkin. Boyagi edge level bu xarita masalan. Xaritadan o'qilishmaydi. Bir-biriga bo'lgan bog'lanishni bashorat qilish mumkin yoki nodni o'zini bashorat qilish mumkin yoki graf levelda, ya'ni butun boshli grafni bashorat qilish mumkin. Ya'ni bashorat qilish xususiyatlarida har xilcha darajada xususiyatlar bo'lishi mumkin. Xo'sh, mana shular edi umumiy xulosalar. Keyin graf bu tugunlash qirralardan, ya'ni nod bilan edge'lardan iborat struktura bo'ladi. Message passing bu ma'lumotlarni aniqlash, ya'ni grafda asosiy xususiyat hisoblanadi va ma'lumotlarni bir-biriga uzatishni usuli. Keyin graf convolutional neural networklar bor. Bu xuddi CNNga o'xshab ishlaydi va boyagi GNN bilan logikasi deyarli bir xil. Normalizatsiya bizga juda muhim, chunki mingta yoki millionta do'sti bor odam bilan bitta yoki ikkita do'sti bor odam bir xil bo'lishi kerak. Dominantlik yo'q bo'lishi kerak. K qatlam bu K uzoqlik degani, ya'ni necha marta qatlam aniq qilishi. Agar qatlamni juda qatlamni ko'paytirib yuboradigan bo'lsak, hisob-kitobda agregatsiyada, unda bizda oversmoothing muammosi, ya'ni o'rtacha hammada bir xil bo'lib qolish ehtimoligi bor. Genimiz universal hisoblanadi, ya'ni istalgan o'lchamdagi graflar bilan ishlay oladi va joylashuv, ya'ni nodlarni joylashuvi muhim emas. Amaliyotda molekula, tavsiya, ya'ni recommendation, trafikda, ijtimoiy tarmoqlarda keng qo'llaniladi. Mana shu narsa edi. Xo'sh, endi esa sizlar bilan qisqagina nima deydi, kod ko'rib chiqishimiz kerak. Sizlarga nima deydi, CNNda narsani ishlab chiqishim kerak. CNN deb GNNda. Kelinglar boyagi do'st tavsiyasini ko'rib chiqamiz bo'lmasam. Numpy import torch. Or import torch and then import torch and then function. Kelinglar bunday qilaylik. Bittalab yozib o'tirsam, уже menimcha ko'p vaqt bo'lib ketdi. Kodni tezda yozib, sizlarning vaqtlaringizni olmay, keyin kodni qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Chunki noldan yozib o'tirsam hozir menimcha juda ko'p vaqt ketib qoladi. Yo bittalab yozsammikan? Kelar, hozircha bunday qilamiz bo'lmasa, pauza qilaman-da, kod yozib chiqaman va sizlarga tushuntiraman. Agar masalan kommentdami, Telegramdan agar yo'q, kodni ham har bir etapini yozib ko'rsating deydigan bo'lsangiz, unda nima qilamiz? Nima edi, keyingi darslardan bittalab kodni yozib ko'rsataman, vaqtimiz ko'p ketib qolsa ham. Xo'sh, kod tayyor.
iloji boricha sizlarga ko'proq komment olishga harakat qildim. Xo'sh, bizda anaqa Facebookda recommendation tizim bor-ku, ya'ni do'stlarni tavsiya qilish. O'shanaqa tizim qilib qisqacha yozdim. Qarang, Ali, Vali, Solih, Rustam, Dilshod degan foydalanuvchilar bor. Bu yerda esa Ali bilan Solihga, Vali esa Rustam, Solih esa Rustam, Dilshod esa Olimga. Mana bu misolda ko'rdik o'zi tepada aytavrim. Bu esa Dilshod Olimga bu alohida bular bilan do'stmiz. Birga do'stlar deb anaqa matrixa qilib oldim. Matrix qildik. Endi tugunni xususiyatlari bor. Ya'ni har bir xususiyatda bunday qilamiz. Yoshlari bor. Ya'ni normalizatsiya qilingan yoshlarda, ya'ni yoshda normalizatsiya qilingani va qiziqish kodi bor. Ya'ni 1 va 0. 1 bo'lsa sportga qiziqadi, 0 bo'lsa demak kitob bo'ladi. Mana shunaqa misol tanlab oldim. Xo'sh, bu yoqqa keladigan bo'lsak, boyagi self loop eslaringizda bo'lsa, esa darajasini aniqlayapmiz. Keyin esa boyagi normalizatsiya uchun darajani invertatsiya qilamiz. Bir taqsim qiluvdik. O'sha narsa diagonal ko'rinishda. Keyin esa a headni olamiz. Ya'ni a headni boyagi diagonaldan anaqani mana bu tildaga ko'paytirib, orasida ko'paytiryapmiz. Qarang. D A D. Mana bu formula. Mana D A D. Mana bu formulani qildim. Bu agregatsiya qilish va xususiyatlar. Boyagi tepadagi xususiyatlarni olyapman. A headga mana a headni tensor ko'rinishga aylantirib oldik. Endi bizda mana agregatsiya bor, hamma narsa bor, ma'lumotlar bor. Endi GCN yasaymiz. Qarang. GCN layer qatnay versiyasi bunda nima tashkil topgan? Bunda O degan linear layer bo'ladi. Va o'sha linear bu model weights da eslab qoling. Model weightsimiz mana O degan linear layerni tashkil topgan. O'shani mana bu mana linear layerimiz bu W bor-ku, W mana a headga ko'paytiryapmiz. Ko'rdingizmi? Tepada ochadigan bo'lsak, qayerda qo'shganimiz? Mana W boyagi linearda mana linearda boyagi managa ko'paytiryapmiz. Mana shu narsa. Keyin esa encoder qismini yasaymiz. Encoderda bizda ikkita qatlamdan iborat. JSON layer 1 va ikkita qatlam ekan. Keyin esa aktivatsiya funksiyasi bor, reload bor. GCNda mana o'tkazyapmiz. Mana boyagi h bilan headda xususiyat bilan boyagini tepadagi mana headda o'tkazamiz va aktivatsiya o'tkazamiz va aktivatsiya chiqqanini yana keyingi qatlamga jo'natamiz. Mana ko'rganingizdek shu soddagina ikkita qatlamdan iborat encoder encoder yasadik. Edge skorimiz bor, ya'ni qirralarni skori, boyagi sigmoid, ya'ni embedding I, embedding J ga ko'paytirib qilamiz. Bu anaqa bir-biriga do'stmi, do'st emasmi o'sha narsani hisoblash uchun kerakda. Ya'ni anaqa xuddi bitta odam ikkinchi odamga do'stmi, do'st emasmi? Mana shu narsa. Xudono bu ikkita tugun embeddingini oladi boyagi h'larda va ularni ko'paytirib aniq qilinadi. Dot product olinadi. Matricha ko'paytirishku. Keyin esa sigmoid orqali bilasizlar, sigmoidimiz anaqa 0 orqali chiqarardi. O'sha sizlarga do'st bo'lish ehtimolligini hisoblab beradi shu orqali. Mana shu narsa. Pozitiv edge'lar bilan negativ edge'lar bor. Pozitiv edge'lar degan bu do'stlar. Ya'ni do'st bo'lgan qirralar. Negativ edge'lar esa do'st bo'lmagan qirralar. Faqatgina do'st bo'lgan qirralarni olishimiz mumkin. Unda faqat do'st bo'lgan qirralarga ko'proq e'tibor berib qo'yadi. Shuning uchun o'sha foydalanuvchi bo'lsa do'st bo'lmagan qirralarni berishimiz kerak bo'ladi. Va tensorga aylantiramiz, keyin encoderni yasaymiz va optimizer'imizga add qilamiz va mana encoder trainga beramiz. Gradient plus encoderga boyagi HT bilan berib yubordik. Keyin esa pozitivlarni mana pozitiv skor, negativ skorlarni hisoblaymiz, H skorlarni. Boyagi embeddinglar bilan. Ko'ryapsizmi? Embedding bo'yicha mana bu xususiyatlarni bilamiz tugunlardagi o'sha tugunlar bo'yicha indekslar orqali beryapmiz, embeddingni topadi. Keyin lossga esa binary cross entropy loss qilyapmiz. Loss funksiya. Buni 0 dan yozib chiqdim. Anaqa qilmasdan tayyor live ishlatib o'tirman. Bu ham uncha murakkab joyi yo'q, lekin chunki pozitiv skorlar o'rtachasidan ayryapmiz. Negativ skorlar. Anasi teskarisi. Bu anaqada qancha do'st va do'st bo'lmaganligi mana bu negativ bilan pozitiv skorlarda orasida farq topish kerak. Mana shuni hisoblangan bu yerda. Keyin evaluation mode o'tamiz va bu yerda nima qilyapmiz? Mana encoderda inference qilyapmiz, ya'ni bashorat qilyapmiz va bu yerda do'stlar tavsiyalarini chiqaramiz. Bu yerda общий do'stlarda qaysi noddan qaysi nodgacha chizilyapti.
Hammasi tekshilab, do'stmi, do'st bo'lmaganmi, hammasi tekshiladi va bu yoqda grafikda chiziladi. Bu yerga uncha e'tibor bermasangiz bo'ladi. Asosiy e'tibor mana bu yerda, ya'ni qanday implementatsiya qilganmiz mana bu yerda. Ko'rganlaringizdek, uncha murakkab joyi yo'q. Bu yer endi sal qo'shimcha qilinadi. Xohlasangiz anaqa qilsangiz bo'ladi. Nima deydi? O'zlaringiz bir ko'rib analiz qilsangiz bo'ladi. O'zlaringiz qo'shimcha narsada. Men Network X dan foydalandim. Network X packagedan, chunki u anaqa tugunlarni ular bilan yaxshi anada soddaroq qilinganda package. Ya'ni vizualizatsiya xuddi matbulotlibda alternativda, faqat bu anaqa graflar uchun ancha qulayroq. Xo'sh, mana Ali uchun tavsiyalar qiladi. Aliga men Rustamni tavsiya qilyapti. Chunki bilasizlar, Rustam Ali bilan to'g'ridan-to'g'ri do'st emas. U Vali bilan, Sol bilan do'st edi. Keyingisi Vali uchun tavsiyalari. Valiga esa Solini qilyapti. Chunki Soli faqat Ali bilan do'st edi, Rustam bilan xuddi shunday. Soliga Valini qilyapti, Rustamga anaqa. Dilshod uchun qarang, olim uchun hech qanday tavsiyalar yo'q. Sababi ular alohida guruh edi. Chunki ular faqat kitob qiladigan guruh edi. Mana qarang, mana bir-biriga do'st yo'q edi. Mana bu xususiyat bo'yicha qaraydigan bo'lsak, mana Dilshod kitob o'qiydigan yosh katta. Bu olim kattalar yosh katta kitob o'qiydi bu. Mana yosh sport. Demak, bir-biriga alohida guruhga ajralib ketgan. Facebook hech qachon bunaqa ikki xil qiziqishi bor guruhlarni bir-biriga tavsiya qilmaydi. Shunisi bor. Shuning uchun mana ko'rganlaringizdek. Lekin mana qarang, Rustam bilan Dilshodni bir-biriga qilyapti. Xo'sh, Rustam uchun ko'rakda. Bu yerda yana tavsiya qilmabdi, lekin grafik bo'yicha qilsak, nima deydi? Umumiy hammasi aniq qilganda eng yuqorilar tanlangan bu yerda. Endi eng yuqori 3 ta, eng kuchli 3 ta tavsiya-ku. Magan Sol bilan Vali, Ali, Rustam, Dilshod. Lekin bu kamdan-kam holatda bo'ladi, sababi bu bir-biriga anaqa emas. Nima deydi? Uncha bir-biriga to'g'ri kelmaydi, chunki Rustam yosh va sportga qiziqadi, Dilshod esa yoshi katta va kitob o'qishni yaxshi ko'radi. Bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Va mana ko'rganingizdek, losimiz ancha deyarli nolga teng. Chunki grafik ma'lumotimiz kichkinada, shuning uchun ham tez o'rganib oldi. Mana shu narsa, ko'rganingizdek, murakkab joyi yo'q. Shunchaki mana bu qismni ko'rib chiqaysizlar. Agar tushunmasangiz, mana binary cross entropy lossni men o'zim to'liq tushuntirib beraman. Agar Telegramda alohida post qilib chiqarib beraman, agar tushunmay qolsangiz. Mana shuni bir ko'rib chiqaysizlar. Qiziq narsa lekin. Bu lekin oddiy loss funksiyasi emas, murakkab narsa emas. Sizlarga challenge bo'ladi bu tomonlari. Chunki sizlardan nima deydi, qo'shimcha narsani tushuntirishim mumkin. Faqat darsdan chalib ketmaysizlar deb asosiy e'tiborni shu JNNga qaratyapman. Mana shu narsaga. Ko'rganingizdek, formulani shunchaki mana implementatsiya qildik. Uncha murakkab joyi yo'q ekan. Ko'rdingizmi? Endi o'zlaringiz ham mustaqil bemalol JNN arxitekturasini yasashlaringiz va shunaqa tavsiya bo'lgan nima deydi, tavsiya recommendation sistemalarni ishlab chiqishlaringiz bo'ladi. Uncha murakkab joyi yo'q. Baribir ko'rganlaringizdek. Bilmadim, endi ba'zilariga qiyindek ko'rinishi mumkin. Shuning uchun tavsiya qilaman, kodni o'zlaringiz yozib chiqaysizlar va har bir kodni tushunib chiqaysizlar, xo'pmi? Noldan boshlab. Tushunib yozsangiz, ya'ni mana bu nima qilishini, nima vazifa bajaraman, shuni bilsalaringiz, bundan keyin muammosiz bemalol yozasizlar. Kod yozish, mana bu yozish, bu shunchaki anaqa o'sha fikrda ifodalay olish holati xolos. Shuning uchun mana murakkab ekan kod deb o'tirmaysizlar. Bu shunchaki tayyor dokumentatsiyada yozilgan narsalar. Men faqat shunchaki yozdim xolos. Narsa, ya'ni u yaratib, yangi narsa yaratilmadi. Hamma narsa bor. Masalan, Network X dokumentatsiyasi bor. Qanday grafik chizishda. O'shandan foydalanib qolasiz, mana ko'rganlaringizdek. Bu narsa murakkab joyi yo'q. Yoki bu holatlarda oddiygina PyTorch. PyTorch framework. Ko'rish murakkabdek ko'rinadi, lekin juda sodda narsa. Prosta unaqada bu sintaks, qanday yozish usuli xolos. Nima deydi, murakkab joyi mavjud emas. Dokumentatsiya o'qib chiqsalaringiz yoki asosda PyTorch o'rgansalaringiz, nima deydi, mana bu juda sodda narsa ekanligini fahmlab qolasizlar. Nima deydi, murakkab narsa emasligini o'sha nima deydi, sizlarga bilinib qoladi-da. Xo'sh. Menda hozircha shular. Keyingi darsda attentionlar bo'yicha gaplashamiz. Ya'ni spatial attention, linear attention, memory efficient transformerlar bo'yicha gaplashamiz va shu bilan keyin 7-bo'lim tugaydi. Menimcha eng uzoq cho'zilgan bo'lim shu bo'lgan bo'lsa kerak. Keyin 8-inchi end-to-end neural networklar ekan, to'liq o'rganamiz. Keyin esa production optimization, ya'ni o'sha tayyor bo'lgan modellarni optimizatsiya qilish bo'yicha, ya'ni productionga chiqarish bo'yicha ekan, loyihalar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Aha, tugashimizga uncha ko'p qolmabdi. Darsda kuzatishda davom eting. Agar nimadir savollaringiz bo'lsa yoki nimadir tushunmayotgan bo'lsalaringiz, albatta so'raysizlar. Bemalol so'rayverasizlar. Telegramda masalan javob beraman. Kommentlarda, YouTube'da agar kommentda, asosan Telegram bo'lsa qulayroq, chunki Telegramda
ko'pchilik ko'radi. Bemalol anaqa nima edi, hamma savoliga javobni ko'ra oladida. Bularda ham savol bo'lishi mumkin. Uyalmasdan so'rasangiz bo'ladi. Qo'ldan kelgancha javob beraman. Xo'sh, darsni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha omon bo'ling.